Assalomu alaykum hurmatli gul shaydolari. Hovlimdagi gulzorimga xush kelibsizlar. Bugun men gullarimga ozuqa beradigan kunim ekan. Kimlardir gullarga qanaqa ozuqalar berasiz, ko'rsating deyishgan ekan. Shuning uchun bugun ko'rsatmoqchiman. Oxirgi marta 5-avgust kuni bergan ekanman gullarimga ozuqani. Shunda shu 6 talik komplektdan shu mana 15-10-50 ozuqasidan shu geldan tayyorlab bergan edim. Yerdagilarga ham, tuvaydagilarga ham bergan edim. Endi bugun shu mana gumi ozuqasini anchadan beri 2 oycha bo'lib qoldi, men bermabman. Shu ozuqadan tayyorlab bermoqchiman. Yerdagi gullarga ham, yerga ekilgan tuvaydagi gullarimga ham hammasiga ham bermoqchiman. Buni tayyorlashni hamma biladi, ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun shu pachkadagini 3 litrli idishga eritib olasiz, matishni qilib 1 kun oldin 1 sutka deymizmi, tayyorlab qo'yasiz. Shunda bu faollashadi, vitaminlari uyg'onadi deymizmi, aktivligini oshiramiz. Shu 1 kun oldin tayyorlab qo'yiladi. 3 litrli idishga, baklashkagami, shu hammasini iliq holatda eritib qo'yamiz. Keyin buni men tayyorlagandim, ozroq tayyorlagan ekanman, qolganini eskidan bor ekan, shuni tayyorlab qo'ygan edim. Oldingilarimdan qolib ketgani bor ekan. Shundan hozir ishlatmoqchiman. Mana buni tayyorlash uchun mana shu idishga mana aralashtiramizda shunga qo'yamiz. Mana shuni aralashgandan keyin mana hozir bu paqirda hozir sizlarga rangini ko'rsatish qiyin. Mana bunday qilib oling. Mana ko'rdingizmi? Hozir bu ko'proq tushib qolgan bo'lsa, mana hozir yana bunga oddiy suvdan ham mana quyamiz. Sal juda to'q bo'lib ketish kerak emas-da endi. Mana shu holatda mana oddiy suvdan ham qo'ydim. Mana ko'rdingiz. Men tayyorlar edim, hozir esimdan ham chiqibdi. Qarilik qursin. Shu mana shu bakalchada 20 litrli kraskani, badminton kraskalarida mana shularning kattasi bo'lardi 20 litr. Shunga buni endi 10 litr, 8 litr bilasizlar. Shu paqirga to'g'ri kelmadi. Shunaqa badminton kraskalarda idishi bo'ladi paqiri. Shu 20 litr. Shunda bitta olar edimda shunga quyar edim. Mana bankada onalikdan tayyorlab qo'yganimdan shundan bitta qo'yardim 20 litrli paqirda. Normalniy holatda bo'lardi. Mana ko'rib turibsiz, bu jicha ko'proq ko'rinishda, bu jicha mana ochroq ko'rinishda. Endi shuni mana tayyorlab olganimizni har qanday gulga qo'yishimiz mumkin. Tuvagidan ham, yerdagi gullar uchun ham shu qo'yaveramiz. Tuvaydagi gullar ham, yerdagi gullar ham oldin suv qo'yilgan bo'lsa, 1 kun oldin suv qo'yilgan bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam tomirlarni kuydirib qo'yishimiz mumkin. Tomirlari kuyib qoladi. Agar suv qo'ymagan bo'lsangiz, dori qo'yishingiz shart bo'lib qolsa, 2 soat oldin quyib qo'ygan bo'lishingiz kerak suvda. Tomirlari suv ichib olgan bo'ladi. Mana shu holatda quyamiz. Mana bu yoqda tuvaylarimdagi gullardan boshlaylik. Mana bu yerda salqin.
naryoqda tuvaydagilarga ertalabki quyosh tushyapti. Mana hammasini tagiga shu quyib chiqaverasiz shu holatda. Mushkambar gulimiz. Xitoy rozasi, kitayskiy roza deymiz. Qavat ochilgan, mana o'zi ochilib tugadi. Mana yangisi ochilaman deb turibdi. Mana shiflera gullarimiz. Monstera gulimiz. Lirata gulimiz. Endi bulardan ham sal nimaroq, bularga ham baklashkada ustidan pulzatorda sepsigan bo'ladi. Shu lekani ham mana ustidagi nimasini qo'yib turib, shunda quyib chiqsak ham bo'ladi. Endi mana yerdagi har qanday gullarimizni tagiga qo'ysak bo'ladi. Mana glitsiniya gulimizni tagiga qo'yyapman mana. Bu shtamp atir gulimiz. 1 litrdan quyulaveradi bularni tagiga. Nimagaki yerda bular 1 litr, 2 litr quyulaveradi. Yonida mana alakazay gulimiz bor. Unga ham qo'yilishi mumkin mana. Hammasiga qo'ysa bo'laveradi. Kattaroq lekiga qo'yib olmabman. Sizlarga ko'rsatish uchun hozir shoshilib shuni qo'yibman. Sizlarga shuni davom ettiraveramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shu gumi ozuqasi ildiziga, o'sishiga, kuchlantirishga, gullarimizga juda foydasi yaxshi bo'ladi. Buni hamma biladi. Yana men takrorlashimni hojati yo'q deyman. Shu orqasida mana instruksiyasida hammasini ko'rsatib bergan, aytib ko'rsatib qo'yilgan. Mana rasmida ham gullar uchun ham poliz sabzavotlar deymizmi, poliz ekinlari hammasiga ishlatsa, gumi ozuqasi juda ham foydali. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, kimgadir nimani ko'rsatgan bo'lsam, bilgan bo'lsa, men xursand bo'lar edim. Keyingi videolarda uchrashguncha tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Rahmat. Aytmoqchi, bu yerda gulim bor edi. Sizlarga shuni ko'rsatmoqchi edim hozir. Shuni ko'rsatmoqchi edim. Xayrlashdi, shoshilibman xayrlashishga. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana kechagi kuni Andijon Jahon bozoridan shu indiyskiy siren gulini olib kelgan edim. Yo'lda urinib ketib, bitta guli ochilganini olgan edim. Tushib ketdi unisi. Mana keyingilari ochilishga harakat qilyapti. Mana o'sha shoxida ham mana bu shoxida ham ochilishni boshlashyapti. Pushti bo'lib, keyin qizarib ketar ekan. Hamma shoxida g'unchasi bor. Mana hamma shoxlarida g'unchasi bor. Undan oldingi haftasida Jahon bozoridan indiyskiy sirenni bu sortidan olgandim. Hozir quyosh tushyapti ekan, qarang. Quyosh tushib qopti. Bu bunaqa ochiladigan ko'kbakligidan edi. Ancha undan kichkina, lekin shoxlari ko'p. Shoxlari ko'p, shu yerga ekib turibman. Endi yana bitta oqidan olsam, shuni qator bo'lishib ishda qo'ymoqchiman. Bu yoqda mana agrodimiz pomidorlar ekilgan edi. Gultoji xo'rozlarim mana kech ekkanman, ochilishga kelib qoldi. Bu yoqlari mana gullar uchun ajratilgan. Keyin sizlarga mana xo'sta gulini ko'rsatman degan edim, ochilganida deb ko'rsataman degan edim. Mana ochilishi guli uncha chiroyli emas degan edim. Ko'pchilik gulini qirqib tashlaydi buni. Men qiziqdim, qanaqa ochilar ekan deb. Mana o'rtasida mana g'umbaydi ichida urug'i joylashgan bo'lar ekan. Mana gultoji barglari ekan mana shular. Keyin mana g'unchasi ham mana shu holatda turibdi. Lekin guliga kuch ketib ochilish uchun barglari shu holatda turibdi. Shu bargi uchun chiroyli xolos bu gulimiz. Guli uchun emas, qiziq emas. Guli bargi uchun ekiladi.
Огorодdagi gullarni keyin yana ko'rsataman. Rahmat. Sog' bo'linglar, e'tiboringlar uchun. Rahmat. Uchrashguncha.